Mashinani orqasida kiyim turibdi. O'shani olib chiqdim. Dazmol qilib chiqaymi? Sizni xizim bo'lib turmaydi. Tezlashgan ukam. Ha bo'ladi. Xo'jayin, hozir 1 soatdan keyin hamkorlarimiz kelishar ekan. Keling shu yerga zo'r suvlarni, shikalatlarni taqilib tashlaydi-ya. Menga qara, asl erkaksan. Xingil urmagin, sal jiddiyroq bo'l. Erkak kishi jiddiy, mas'uliyatli bo'ladi. Masxarabozmisan? Aslida bunaqa odam emasman. Mani otamning yo'li. Onamlar bilan yolg'iz yashaymiz. Ustiga onam kasal. Sizni qo'lingizni ishlab, mehnatingizni qilib, onamni dorilarga pul bermoqda. Lekin farzandingiz olamdan o'tgandan keyin ancha o'zgarib qolgansiz. Bir ikkita xodimlarni jahl ustida bo'shatib yubordingiz. Agar men bo'shasam, onamni dorilarga pul oladi. Haydab yubormang deb, kayfiyatingizni ko'tarish uchun kuldirib yuraman deb. Uzr ukam. Sani tushundim. Bugundan oyligini ko'tarib beraman. Yo'q, shart emas. O'zi mehnatimga yarasha olyapman. Faqat bo'shatib yubormasangiz bo'ldi. Tashlarimni qilib qoling. Меня теряла, я мальчиком по стеклам, бегал так упрямо. И если бы не твой милый